Li 9 ni ko'rgansizlar-yu, lekin bunaqasini ko'rmagansizlar, ishoninglar. Rangga birinchi e'tibor beringlar. Novot rang, tim bo'li zavoddan shunaqa rang chiqqan ekan jigga. Bitta like bosib qo'ying, men sizga aylantirib ko'rsatib beraman. Diskalarini qarang. Katta diskalarda turibdi. Ani to'g'ri kelganlik bo'y diskani taqib olmagan ekanlar. Originalni cho'tki diska taqib qo'yibdilar. Polni aylantirib bo'zikit qilingan. Night paketda tomlarini qora plyonka yopishtirib qo'yishibdi. Major Motors rahbarlarini ko'rib qoldim. Aka, mana shu mashinani deyaptilar. Rabochiy mashina, bundan tashqari ko'p mashinalar ham bor deyaptilar. Esinglarda bo'lsa, gonkalarda polni yutib yuradigan Golf bor. O'sha Golf ham bularga tegishli ekan akaga. Ana u yoqda turibdilar o'zlari, hozir gaplashib, ammo ungacha obzorni qilib beraman sizlarga. Pnevma podveskalarini almashtirib X7 nikini qo'ygan ekanlar. Mashina polni ограничительlar olib tashalgan. Suradigan mashina bo'lgan. O'zini xarakteristikalarida turmaydi bu mashina deyaptilar. Gap bo'lishi mumkin. Mazziga bitta like bosib qo'ying. Nomerni qarang. Eslab qolinglar, ko'rib qolsanglar, Major Motors rahbarlari bo'ladilar. Qarang, yarashganmi? Li 9 olib, mashina qilib olsangiz bo'ladi siz ham jigga. Mana galagellar bor-ku. Bunaqa lupalarni ich polni almashgan ekan. Xullas, zavodskoy narsasi uchunchasi qolmagan. Ko'p narsasini almashtirib tejatdilar o'zlari akammi. Assalomu alaykum. Meni kasallik bu. Oddiy mashina qilib haydasham zerikamizda. Joni sog' bo'lsin, aka, lekin mashina vashi super, ko'pchilik bilmaydi. Men bilmaydigan aytolmagan narsalarim bor. Neobычный nima narsalar qilib tashagansiz? Aslida endi o'zgarish lupasda bo'lgan. Lupani ichidan bilet qilganimizda. Pnevma podveskasini bolalar o'zgartirib berdi. Ishxonamizdagi polni ichidagini BMW bilan ko'p narsasi bir xil ekan. Pnevma podveska qaragan bo'lsangiz, mashina ancha pasajni. Shunaqa, mana. Boshqalardan nisbatan mana shunaqa past turishga yuradi. Keyin bir ikkita ограничительlarni olib tashaganimizda, lilar ko'pincha 180 dan tepa chiqmaydi. Buni ограничительlarni olib tashagan o'zini ko'proq yuradi, o'zini tezroq boshqalardan nisbatan немножечко. Buncha katta ko'p narsa sezmaysiz, lekin trassalarga uzoq yurgan ma'lum. Men mashinalarga vashi super ekan aka, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Bitta like bosib qo'ying jiga, lekin sizdan chiqib qolmasin. Akamni profillariga o'tib olamiz. Mashinani ko'rmoqchi bo'lsanglar, to'liq yana bemalol profillarida bor ekan lekin. Yangi proyektlarimiz ham ko'p. Xudo xolasa, bir oylarga yangi proyektimiz chiqadi yana. Tuning masalasiga. Like bosib qo'ying, podpiska bosib qo'ying, akamni kuzatib boringlar. Qiziq temalar bor ekan. Sog' bo'linglar.